Hey, uyda janjal olsun deb qirg'in boradi. Mashinagami? Sapash yaxshimisan? Nima qilyapsan? O'lamsalanib, Tursun checham joyiga qo'nib olib. Shunday biqinim og'riyapti. Ana, pul bu, pul. Baraka bu. Biqining og'riydi. Mana ho'kizdek pichoqlarga tikka qilib qo'ygansan. Barakani borini kesadi bu. O'zim sizlarga ayta charchadim. Shu momolarga iz chiqarvaringlar. Menam bilarman bilal narsani deb. O'zgacha momoqchacham aytuvdi, momolarga chiroq yoqinglar deb. Lekin men u narsani opam aytishga qo'rqaman. Meni qaynonam bala. Ana Tursun checha o'zi qilavermaydi o'shandaq narsalarni. Ishonmaydi-da, o'shani sen ayt. Sen o'tiraver, choyingni ichib, men borib kelay chiqar Tursun chechamni yoniga. Tursun checha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Shu roza holingizga ko'rpacha qo'g'ish sizga qoldimi ya? Men qo'g'masam kim qo'g'iydi? Shu oyim xotin oyda kasal, kunim xotin kunda kasal deganda sappasham xudoni vergan kuni kasal. O'shani aytdim, bir is-pis chiqarvaringlar deb. Mana nima endi, bir qoychini og'zini yopib qo'yadi. O'shaning uchun men er-xotin kuniga janjallashib yuraveradi, ko'zi ko'karib. Menga qara, sen o'zi nega kelding? Sizlardan bir xabar olgan chiqivdim-da, negadir ko'nglim ana bo'ldi-da. Ko'ngling ona olmasin, bizda hammasi yaxshi. Endi barib qarang, bir yo'lini qiling-da, endi isiriq tutating. Lekin qarang, isiriqdan chiqqan kulni musurga aralashtirmang. Azaldan to'y bitta bo'lib qolar ekan. O'shani aytay, do'stligim. O'tarsizlar uyga. Og'zingdan chiqib yoqangga yopishsin. Sizchi, irim qilganmisiz?